Rostdan ham 4 millionlik Atechentoni mutlaqo bepulga bermoqchimisiz? Ha, 13 ta viloyatga. Assalomu alaykum, ustakalar, hormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Hamma tinchmi? Mana shu Ramazon munosabati bilan o'zimizning mahsulotimizni ishlab chiqargan premium klassdagi mahsulotimizni 13 ta viloyatga tarqatmoqchimiz. 100 kvadrat joyga 13 ta viloyatga. O'sha aniqlaymizda, bironta obyektmi, uymi, masjidmi, uni qizig'i yo'q. 100 kvadrat joyga shaxsan men o'zimning brigadamdagi bolalar borib 100 kvadrat joy qanaqa holatda bo'lishi kerak? Shpaklovka bo'lgan joyga shkulkasini qiladi, emulsiyasini uradi. Mana atechentalaridan o'zimizning qumli qumsiz premium klassdagi atechentalarimizdan chiroyli qilib urib beradi. Mahsulot masalan 100 kvadrat joyga 4 million so'mlik men o'zimdan mahsulot ketyapti, misol. 4 million so'mlik mahsulot ketsa, men shuni mutlaq bepulga bermoqchiman. Faqat bitta o'zim mutaxassis bolalarim boradi. Mutaxassis bolalarimni ularning yo'l kirasi, usta haqqisi biz hisoblab chiqdik 50 ming so'm bo'ldi kvadratiga. Kvadratiga atiga 50 ming so'mdan berasizlar. Materialni men beraman. Zato 100 kvadratli xonadoningiz chiroyli bo'lib qoladi, esdalikka qoladi. G'oliblarni qanday aniqlaymiz? O'tgan safar o'zi juda qiynalganmiz. O'shanga bir o'zingiz yechim bering. G'oliblarni shartlari juda ham oddiy. Bizga obuna bo'lishadi va videoga like bosib, kommentariyada 3 ta o'rtog'ini belgilashadi va qaysi viloyatdan ekanligini yozib qoldirishadi. G'oliblarni 21-mart kuni 21:00 da jonli efirda aniqlaymiz. Hammaga omad, akalar, ukalar. Aktivni bomba qilib tashlaysizlar. Bosing sizlar.